Xo'p, xaladelni oldik. Pilisos. Bundan tashqari televizor berishdi. Xo'p, hamma yo'q joyida. Assalomu alaykum YouTube va bizlarning hurmatli obunachilarimiz. Hammalaringga xayrli kech. Xo'p, ushbu ko'rib turgan narsalarning bejizga bas. O'sha aytib o'tganimizdek 3500 tadan o'tishimizga ozgina qoldi. Hammalaringga kattakon rahmat va shunaqangi maishiy texnikalarni bizga yetkazib berishni boshlagan Ajr va bundan tashqari arzonchi brend ostida ish yuritadigan akalarimizga ham kattakon rahmat. Shu ko'rib turgan maishiy texnika narsalaring hammasi sizlarning qo'llab-quvvatlashlaringni samarasi, inshaalloh sizlar duolaringni samarasi degan bo'laveradi. Xo'p, ko'rib turgan hamma maishiy texnikalaring mutlaqo hadya sifatida beriladi. Xo'p, bundan oldingi videolarimizda bizdan xarid qilgan mijozlarimiz xafa bo'lmaysizlar. Inshaalloh sizlarga ham ko'ngilingizga qarab hadyalarni berganmiz. 15-iyundan 25-iyungacha inshaalloh shunaqangi mega chegirma desak ham bo'laveradi. O'zi gilamlarning narxlari arzon va bundan tashqari bizdan xarid qilgan mijozlarimizga shunaqangi maishiy texnikalarni ham mutlaqo hadya sifatida olishingiz mumkin. Buning uchun bizga obuna bo'lib, like bosib, kuzatib va eng muhimi kelib xaridni amalga oshirishingiz kerak. 1 million so'mdan oshiq xaridlar uchun ham shunaqangi nimasi bo'ladi, ro'zg'orga ishlash uchun eng qulay bo'lgan narsalarimiz. Biroz quruq qaytarimiz kelgan mijozlarimizni va 5 million so'mdan yuqori bo'lgan xaridlar uchun pilisos yoki qimmatbaho televizor, chang yutqich shunaqangi nimalarimiz va bizdan 10 milliondan oshiq xaridni amalga oshirgan mijozlarimiz uchun shunaqangi eng sifatli brenddagi xaridlarimizni ham mutlaqo bepulga hadya sifatida beramiz. O'sha boshida aytib o'tganimdek, bunga sizlarda duolaring, sizlarda qo'llab-quvvatlashlaring sabab deb o'ylayman. Inshaalloh videomizni endi ko'rib turgan mijozlarimiz bo'lsa, bizga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Kombinat bozorining ichkarisida. Ushbu aytib o'tilgan hadyalar ertangi 15-iyundan boshlab 25-iyungacha amal qiladi. Videoni o'tmasdan ko'ring, sizlarga yana gilamlarning narxini ham tanishtirib o'taman. Xo'p, nima desa bo'ladi? Hadyalar mana bunaqangi sizlar xaridingizga narxiga ta'sir qilmaydi. Narxiga 100% ta'sir qilmaydi. Chunki o'sha bizga yaqindan yordam bergan shu brend ostida xizmat qiladigan Ajr va arzonchi brend ostida savdo qiladigan akalarimiz shu ko'rib turgan narsalarni mutlaqo hadya sifatida berishyapti. Videoda o'tkazmasdan manfaatli bo'lish uchun gilam olaman degan mijozlaringizga, tanishlaringizga jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bizdan xaridlarni amalga oshirayotgan mijozlarimizga kattakon rahmat. Inshaalloh olgan buyumlar yaxshilikka ishlasin. Shu ko'rib turgan gilamlarning 3 metrga 4 metr bo'ladi. Narxi ataga 490 ming so'm. Narxlarga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Oldingi videolarimizdan ko'ra hozirgi narxlarimiz nisbatan yana ham arzon bo'lyapti va hadyalarimiz soni ham yana ham kattaroq bo'lyapti. Bu ham 3 ga 4 razmeri, narxi ataga 490 ming so'm. Hamma bunaqangi bahaybat bo'lgan 3 metrga 6 metr ro'zg'orga ishlash uchun eng qulay bo'lgan o'zimiz TGS brendida ishlab chiqariladi. Orqalari 100% to'qimali bo'ladi. Orqalarini ham bering. Razmeri 3 metrga 6 metr, narxi ataga 950 ming so'm. Ushbu ko'rib turgan gilamlaring o'sha ro'zg'orga ishlash uchun eng qulay bo'lgan gilamlar. Narx-navolari o'sha aytib o'tganimizdek hadyalarga ta'sir qilmaydi. Inshaalloh bizdan kelib xaridni amalga oshirsalar bo'ldi. Bundan tashqari 370 ga 5 metrlik gilamlarni ham olib kelib qo'yganmiz. Bu nostandart razmer, deyarli bo'lmaydi bunaqa razmer. Sizlar uchun maxsus mana bardovisini xohlagan mijozlarimiz uchun 370 ga 5 metr, narxi ataga 950 ming so'm. Bozorlarda yoki magazinlarda ushbu ko'rib turgan gilamlaring 1 million 200 mingdan 1,5 million, 1 million 700 ming so'mgacha sotiladi. Bu real narx. Biz Ziyo gilam markamizda hurmatli obunachilarimiz uchun narxi ataga 950 ming so'm. Mana bu ham juda chiroyli chiqqan. Razmeri 370 ga 5 metr. Narxi ataga 950 ming so'm. Bundan tashqari o'sha hamma so'rayotgan Samarqand Sag brendini 1 kvadrat metri 180 mingdan 200 ming 250 ming so'mgacha sotilayotgan gilamlarimizning narxini ataga 167 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. Va bundan tashqari mana bunaqangi premium kassadagi TGS brendiga tegishli eng qalin sifati zich
luxury gilamlarimizni 1 kvadrat metrini 210 ming so'mdan qilib berganmiz. Va Samarqand zavodiga tegishli qalin gilamlardan 1 kvadrat metrini 210 ming so'mdan. Bundan tashqari yana boshqa assortimentlarimiz bor. Narx-navolarda o'zgarish bo'lgan yo'q. Inshaalloh va turetskiy gilam solaman degan mijozlarimiz uchun mana shunaqangi turetskiy gilamlarimizni ham olib kelib qo'yganmiz. 1 kvadrat metrini ataga 270 ming so'mdan kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Endi sizlarga qalinroq gilamlarimizni narx-navolari va razmerlari bilan tanishtirib o'taman. Razmerini, xo'p, kvadratiga emas, razmerga narx aytay. Videoda o'tkazmasdan ko'raylik. Kvadratiga ham ko'pchilik xodimlarimiz tushunmayapti. Yo, bismillah. Shuni vitrinani o'zidan olib ko'rsatib qo'ya qolaman. Hop, 3,5 ga 5,5 metr. Sifati o'ta sifatli bo'ladi. Razmeri eni 3,5, uzunligi 5,5 metr. 3 milliondan 3 million 800 ming, 3,5 million so'mga sotiladigan gilamlar magazinlarda yoki bozorlarda eng kami 3 million, 3,5 million, 3 million 800 ming so'mga sotiladi ushbu ko'rib turgan razmerlaridagi gilamlar. Ziyo gilam markazida ataga ushbu ko'rib turgan razmerlaringni 2 million 450 ming so'mga xarid qilasizlar. 2 million 450 ming so'm. Xo'p, men qo'limga to'g'ri kelgan razmerda osib sizlarga obzor qilyapman. Hozir rosa to'y sezon boshlandi-yu. Mana qish chiqarayotgan akalarimiz o'ylaymiz-da. 3,5 metrga 5,5 metr. Qalinligi o'ta qalin bo'ladi, yaqindan ko'rsating. Oldilari juda mayin, paxta va polisterda ishlangan, orqalari hammasi o'rayotgan ko'jalari va to'quvlari mayda chokli, kelishakasi, popilari bor. Narxi 2 million 450 ming so'm. Bozordan 500 ming, 600 ming so'm arzon desak ham bo'laveradi. Bu faqat hurmatli obunachilarimiz uchun. Xo'p, buni hamma razmeri bor. Hozir sizlarga men vitrinada turgan joyidan olib ko'rsatyapman. 3,5 metrga 5 metrligi bor ekan. 3,5 ga 5 metrligi 2 million 200 ming so'm. Mana bu 3,5 ga 4,5 metrligi bor ekan. Buni olib ko'rsatib qo'ya qolaman. Tayyorlanmagan video bu. 3,5 metrga 4,5 metr. Hammasi eng sifatli gilamlar ko'rsatyapman. Hozirgi kunda nimasi bo'ladi? Mehmonxonalarimizga yoki bo'lmasa qizlarimiz sepiga yoki yangi hovliga chiqayotgan nimasi bo'ladi? Yangi hovliga chiqayotgan yaxshi sifatli gilam olib 10 yil, 15 yil ishlataman deyotgan mijozlarimiz uchun bu gilamlar. 3,5 metrga 4,5 metr, narxi 1 million 950 ming so'm. 1 million 950 ming so'm. Bundan oldin ham shunaqangi narx shu narxda qo'yganmiz. Narx-navolar o'zgarish bo'lgan yo'q. O'sha yakshanba bugungi kungacha chegirmay qo'ygan gilamlarimiz bor edi. Chegirmani tugatdik. Ko'pchilik telefon qilib biz ulgurmay qoldik, endi ko'rdik yoki mablag'imiz endi bo'lyapti degan mijozlarimiz uchun ushbu ko'rib turgan narxlar 15-dan 25-gacha amal qiladi. Shoshilib qo'yinglar. Masalan, hadyalarimiz soni cheklangan. Inshaalloh kelib ikkitasi birda bo'ladi-da. Ham gilam olasiz, ham maishiy texnika olasiz, misol uchun hadya sifatida. Endi misol men 5 million, 6 millionga gilam ola olmayman. Meni joyim kichkina yoki men misol uchun hamyonbog'roq gilamdan bir dona olaman xolos. 1 million so'm yo 1,5 million so'm suvda savdo qilaman degan mijozlarimiz quruq qaytaramiz. Shularning ichida hadya sifatida berilgan narsalarimiz bor. Shularni beramiz. 3,5 metrga 4,5 metr 1 million 950 ming so'm. Bu ko'rib turgan gilamlarning eng qalin, eng sifatlilari bo'ladi. Mana bu yerda 3 ga 6 1 kvadrat metri 210 ming so'mlik gilamimiz bor ekan. 210 ming so'mdan 1 kvadrat metri. Narx-navosi qimmat deganlarga sifatini ham ahamiyatga olinglar. 3 metrga 6 metrligini ko'rsatyapman. Bundan oldingi videolarimiz muntazam ko'rib kelayotgan obunachilarimiz biladi. 3 metrga 6 metr qalinligi sifati o'ta qalin bo'ladi. Misol uchun men o'zim ko'targani ham hozir qiynalyapman. Videoda ko'rgan bo'lsangiz mana. Qalinligi tagida ko'rsatgan gilamimizga 2 baravar bo'ladi buni qalinligi, og'irligi. 1 kvadrat metr 210 ming so'mdan qo'yganmiz. 3 metrga 6 metrligi 18 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, o'nini ham olib tashlaylik. 200 ming so'mdan hisoblang, 3 million 600 ming so'm bo'ladi. Qalinligini inshaalloh kelib ko'rsalaring yoki uylaringga yetkazib berganimizni ko'rsalaring. Narxiga bexijolat narsa. Xo'p, yana necha razmerimiz bor bizda?
3 metrga 6 metr. 3 metrga 5 metrlik bor ekan mana bu yerda. Xo'p, 3 metrga 5 metrlik. Mana 3 metrga 5 metrlik. Hop. Bular yupqa gilomlar bas. O'zi aslida hadyalar o'zini e'lon qilmoqchi edik. Ko'pchilik misol uchun narxda o'zgarish bo'ldimi degan savol bo'lishi mumkin. Chunki hadya qo'shilgandan keyin yoki bloger chaqirtirib yoki reklama qildirgandan keyin qaysidir narsani baribir narxga ta'sir qiladi. Bizda unaqa emas. O'sha bizni homiylarimiz tomonidan berilgan hadyalar sizlar uchun beryapmiz. 3 metrga 5 metr razmeri. Bu ham qalin koja popuyli, 100% paxta polisterli bo'ladi. Narxi ataga 2 million 200 ming so'm. 2 million 200 ming so'm. Buni 1 kvadrat metri 110 ming so'mliklari ham bor. Ulardan ham ko'rsatamiz. Shu turishi 2 million 200 ming so'm. 3 metrga 5 metr. Bu qalin gilom bo'ladi. Va bundan tashqari mana bunaqangi gilomlarimiz ham bor. To'qroq xohlaganlarga. Ularni 1 kvadrat metri o'sha 167 ming so'mdan ekan to'g'ri keladi. Xo'p, bundan tashqari mana bunaqangi tafting paloslarimiz bor. Endi 3 metrliklarini 1 metri 150 ming so'mligi bor. Mana yaqinroqdan ko'rsating-da. Buni har xil kassivasi bor. 1 kvadrat metri 150 ming so'm, 185 ming so'm, 240 ming so'm va prostura 135 ming so'm. Va shunaqangi kassivasi ko'p bu palosi ham. Hozirgi kunda masa bo'ladi. Arzon 35 ming 40 minglarni ham zakazsiz to'qib beraveradi, lekin sifat tomondan bunaqa bo'lmaydi. Bosganda o'sha yumshoqroq bo'ladi. Mana sizga o'sha 35 ming 40 ming sotilayotgan yaqindan ko'rsating-da. Videomizda xato nuqson kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa uzr so'raymiz. Shu aytib o'tganimizdek bizda montaj qilinmaydi mana. Bu jichi yupqaroq 1 kvadrat metrini o'sha 60 ming 70 ming sotishyapti, 40 mingdan qilib beryapman. Bu o'zi 40 ming so'm. 60 ming 70 ming emas, o'zi 40 ming so'm bu narsa. Shu real narxi 40 ming so'm. Bizda bor bunda. Lekin sizlar tavsiya qilayotgan 1 kvadrat metr 50 ming, 70 ming, 80 mingliklarini hech kim arzonroq qo'ymayapti. Asl narxi o'zi shunaqa 100 ming, 120 mingga sotiladi 90 minglari. 85 ming so'mga tushirib qo'ygan misol 1 kvadrat. Va detskiy gilomlarimizni narx-navolari ham mana 1 kvadrat metrini 50 ming so'mdan qilib beramiz. Videolarimizni boshidan ko'ra bizga obuna bo'lib, like bosib kuzatib turgan obunachilarimiz hammasi biladi. Agar qaysidir gilomimizda shu hadyalarga sifat hadyalar qo'shilganini sababga olib agar narx-navosi o'zgarish bo'lgan bo'lsa, o'zgardi deb aytib qo'yinglar. Agar realniy o'sha eskidan qo'yayotgan narxlarimizni ba'zi birlarni yana arzonroq qilib aytayotgan bo'lsa, shuni aytib o'tinglar. Sabab bizni endi ko'rib turgan mijozlarimiz, eng ko'rib turgan obunachilarimiz nimasi bo'ladi? Haqiqatan arzonligini bilishsin. O'sha manzilimiz Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahri Kombinat bozorida. Boshqa filiallarimiz yo'q, aldanib qolmanglar inshaalloh. Videomizda kamchilik xato nuqsonlar bo'lgan bo'lsa, hammalaringdan ming bor uzr so'raymiz va bizdan bundan oldin xaridlarni amalga oshirgan mijozlarimiz sizlardan ham ming bor uzr so'raymiz, chunki nimasi bo'ladi? Hadyalarimiz bundan ko'ra boshqacharoqda o'sha 2 million so'mgacha xarid amalga oshirgan mijozlarimiz uchun 2 ga 3 gilomimizni yoki joy namozlarimizni hadya sifatida berganmiz. 10 million so'mgacha xaridni amalga oshirgan mijozlarimizga o'sha 3 ga 4 gilomimizni ham mutlaqo hadya sifatida berdik. Ba'zi insonlar menga joyim yo'q deganligi sababli o'shalarni hadyani ham o'zimiz misol naqd pulga sotib olib, misol sizlarga yordam bo'lish uchun chiqarib yubordik. Buni ham to'g'ri tushunasizlar va ushbu ko'rib turgan maishiy texnikalarni ham 100% mutlaqo bepulga olishlaring mumkin. 5 kun, 10 kundan keyin gilom olaman deb yurgan tanishlaringga jo'natib qo'yish eslaringdan chiqmasin. Hamon olinadigan narsa. 3 kun oldin olsalaring, misol uchun ham hamyonga foyda, ham yangi ko'z chiqayotgan o'sha hovliga chiqayotgan mijozlarimizga yoki bo'lmasa kelinchalarimiz sepiga nimasi bo'ladi? Gilomini olasiz. Ko'rmonasiga misol uchun, mana misol uchun ba'zi yangi kelinchalarimiz misol uchun nimasi bor? Pilisos kerak, televizor kerak. Bular arzon narsalar ba'zi. Misol uchun mikroto'lqinli pech kerak. Bundan tashqari mana bunaqangi zipper, hammasi kачественный yaxshi narsalar. Shunaqangi eshok naborlarimiz bor. Bundan tashqari mana bunaqangi xullas ro'zg'orga ishlatish uchun eng qulay bo'lgan narsalarimiz bor. Bizdan kelasiz, ko'rasiz, xarid qilasiz. Narx-navolarni bozorda inshaalloh arzon qilib beramiz va bizdan o'sha aytib o'tganimdek 5 million so'mdan oshiq xaridlar uchun televizor yoki mana bunaqangi qimmatbaho buyumlarimiz va 10 million so'mdan oshiqroq bo'lgan xaridni amalga oshirgan mijozlarimiz uchun mana bunaqangi xaridorligimizni hadya sifatida mutlaqo beramiz va men arzonroq narsa olaman degan mijozlarimiz bo'lsa, ko'ngilni tushirmanglar. Sizlar uchun ham bunaqangi narsa bo'ladi.
shunaqangi hadyalarimizni beramiz. Bu ko'rib turgan narsalar ham arzon narsa emas. Shaxsan o'zim ham xarid qilganman. Endi buni olgan mijozlar bo'lsa biladi, ochib ko'rsataman. Nimasi bo'ladi hali 60 ming 70 ming so'mlik narsa emas bu. O'sha o'zimiz artelga tegishli eng brendli narsalar. Men misol nima desa bo'ladi? Arzon narsa nimasi bo'ladi, obunachilarimizga berishni xohlamayman. Hamma biladi, mendan xarid qilayotgan mijozlarimiz. Eng brend Artel deb mana shu narsa ham menimcha 200 ming so'm tursa kerak. Xullas, hadyalarimiz ham inshaalloh o'ziga yarasha eng kassivasini, yaxshisini gilomlarni berganimiz uchun eng kassivasi yaxshilarni hadya sifatida bering deb iltimos qildik va iltimoslarimizni inobatga olishgan akalarimizga ham kattakon rahmat. Xo'p, videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Video shu joygacha o'tkazmasdan ko'rgan bo'lsalaring, inshaalloh obuna bo'lib qo'yinglar va shunaqangi bonuslarga ega bo'linglar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Kombinat bozorining ichkarisidagi Ziyo gilomlar markazi. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqib bemalol ertaga ham kelishlari mumkin. Ertagadan boshlab 15-dan 25-gacha ushbu ko'rib turgan maishiy texnikalarini 100% hadya sifatida xaridlaringga qarab inshaalloh beramiz. Ziyo gilom markazi hamisha bir qadam oldinda. Bizni endi ko'rib turganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Biz bilan vaqtingizni va pulingizni tejang. Hammalaringga kattakon rahmat. Ziyo gilom markazida ertadan boshlab hammalaringni kutib qolamiz. Kunlaring xayrli va barakotli bo'lsin. Rahmat hammaga.